Ana videoni ko'ramiz. Fermer sun'iy intellektga ishonib hosilidan ayrildi. Xitoyda Hop, qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, Xitoyda fermer sun'iy intellektdan begonotlarga qarshi dori so'ragan, dorini sepgan, begonotlardan ham qutulgan, polning hosilidan ham qutulgan. Bunga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Meni fikrimcha, sun'iy intellekt o'zi qanday ishlaydi? Masalan, sun'iy intellekt o'zi ma'lumotlar bazasidan 100% aniq bo'lgan javobni sizga bermaydi. U prosta sizni savolingizga qarab, o'shanga mos bo'lgan javoblarni ketma-ketligini tuzib chiqadi. So'zlar eng ehtimoliy bo'lgan javobni tuzib chiqadi. Agar bilmagan joyda hech qachon to'xtab bilmayman demaydi sun'iy intellekt. Buni hamma biladi. Buni gallyutsinatsiya deydi. Bilmagan narsasini ham shunga yaqin bo'lgan nimadirlarni gapirib davom etib ketaveradi. Shu narsaga ham ishonib qolgan bo'lishi mumkin. Hop, keyin yana nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Sun'iy intellekt siz savol bergan paytda imенно sizni regioningizdan, sizni ob-havongizdan, sizni o'simligingizdan, sizni hududingizdagi qanaqadir hasharotlarga chidamlilik unaqa narsalarni bilan javob bermaydi. Bu butun miqyosdagi, global miqyosdagi ma'lumotlar ichidan sizga mos javobni olib chiqadi. Bu ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar bor ekan, masalan, ko'p eshitdim. Kasal bo'lsa, sun'iy intellektdan dori so'rab, doktorga bormasdan, sun'iy intellekt yozgan retsept bo'yicha davolanyapti. Bu ham o'ta xavfli narsa. Masalan, o'zimiz kun davomida har kunlik ishimizda sun'iy intellekt ishlatamiz. Agar bironta xato qilib qo'ysa, bemalol Ctrl Z ni bosib, uni orqaga qaytarib olamiz. Bunaqa katta narsalarda risk qilish kerak emas. Bunaqa katta narsalarda xato qilib qo'ysa, sun'iy intellekt uzr, men adashibman deb qo'ya, xolos, boshqa sizga hech qanaqa kompensatsiya bu narsalar bermaydi. Hop, qisqacha qilib aytganda, sun'iy intellektga hali to'liq qaror topshirish mas'uliyatini bermaslik kerak. Sun'iy intellektga hali u darajada ishonmanglar. Bunaqa mas'uliyatli qarorlarni o'zlaring qabul qilinglar. Sog' bo'linglar.